demak hozirgi patsientkamiz Jizzaxdan edilar. Jizzax viloyatidan kelishgan. Bular boshqa klinikada 3 marta embrion transfer amalga oshirganlar. Bizning klinikada ulardan embrion hosil bo'lgandan keyin 3 oy podgotovka qilib, sababini topib, endometriy obdan tayyorlab 2 embrion olib berdim va 2 embrionimizdan bittasi o'g'il, bittasi qiz embrion ekan. Bu Allohning ne'mati, bu korolevskiy bo'ynalar. Hozirda o'sha 18-19 haftada kelibdilar. Ilohim 9 oydan keyin xursand bo'lib bag'rlariga bosib olsinlar. Xo'jaylarni ham juda ham tabriklayman. Bu ayolimiz nima deydi, erlarini lotereyada yutib olganlar. Erlari juda ham harakat qiladi. Har taraflama dorilari bormi, ichishi bormi? Hammaga ham emas, bunaqa turmush o'rtoq to'g'risini aytsam, tabriklayman. Eson-omon oxiri bilan bag'rlaringizni bosib olinglar. Hali o'tgan kitoblarni o'qimadim, lekin o'qiyman. Sizlar uchun juda ham xursandman, tabriklayman. Ekodan homilador bo'lgan degani kesira bo'lsin degani emas. Bu birinchisi. Dvойняшка degani ham kesira bo'lsin degani emas. Ikkinchisi, uchinchisi 9 oyga eson-omon yetib olsak, xudo xolisa, veslari hamma joyida bo'lib, agar bolajonlar ikkalasi ham boshi bilan kelayotgan bo'lsa, bemalol акушерский показания bo'yicha o'zi tug'ishi mumkin. Bitta bola boshi bilan, ikkinchisi dumma bilan kelsa ham, agar akusher ginekolog mahorati bo'lsa, tug'dirib oladi. Bittasi boshi bilan, ikkinchisi ko'ndalang keladigan bo'lsa, o'sha payt o'ylanib ko'rish kerak bo'ladi. Va 9 oyda tug'ruq dardi kelgan paytida bunda o'sha paytida hal qilinadi, o'zi tug'ishi kesarli bo'lishi. Besi katta bo'ladigan bo'lsa, tug'ruqdan keyin poslerodovoy travma bo'lmasligi uchun ba'zida kesarlarni tavsiya qilishadi. Bu holatga hozir bizda voqli javob berishga duoda bo'lasizlar, Allohdan so'raysizlar, oq yo'lini 3ta jonini omon bersin deysizlar. O'shanga qarab Xudoyim qaysi yo'lni ma'qul ko'rsa, o'shani tanlanadi.